Maşallah akalar. Şu zo'ridan bo'lsa olib boqardim. Mana zo'ri akalar. Xolosa o'sha gigantidan olamiz degan akalarimizga yetdik. Mana akalar o'sha sotilgan joydan chiqaring. O'sha nech puldan bo'ldi? O'sha puliga qiziqyapmiz degan akalarimizga xudo xolosa o'sha arzonchi o'tkazib ham 300 200 qo'yadi deb kelib sotgan Azbek polvon. Azamjon. O Azbek. Assalomu alaykum, jamsiz? Assalomu alaykum. Sotildi bular. Bular sotildi Azamjon. Qayerga sotildi Azbek polvon? Namangan shahriga ketdi. Namangan shahriga. Nech puldan? 2 million 750 ming so'mdan ketdi. 2 million 750 ming so'mdan sotilgan joydan. Yelar xudo xolasa, videoni orqa ko'rib turing, bundan ham zo'rlardan ham bor xudo xolasa. Tirs laykni bosib turishdi xudo xolasa. Bosib kommentariy o'tanga. Bo'ldi, gap akalar xudo xolasa, bundan ham zo'rlar bor. Oxircha ko'ring xudo xolasa, o'ta tiniqlar. Arzonlari chiqadi. O'ta arzonlar. Bo'ldi, gap akalar. O'sha gap shoshiling, tamom deydi-yu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilar. Azam jominga bundaqa puli yengil qisir so'liqlardan chiqaring degan akalarimizga bugun o'ta maxsus video bo'ladi. Akalar bugun o'ta to'liq o'zlardan chiqarib bugun obunachilarimiz ham zerik deydi. Xudo xolasa akalar, o'sha nima deydi? Puli arzon qisir so'liqlardan olib yemga tayyoridan bo'lsa boqaman degan akalarimizga bugun o'ta maxsus video bo'ladi. Videoni orcha ko'ring, kanalda yangilar obuna bo'lib, otangga rahmat deb tursangiz akalar, xudo xolasa bugun o'ta maxsus video bo'ladi. Mana qarang, mashallah, suyali variantlar. Hafta kuniga akalar bugun seshanba 2025-yil 10-iyun. Xudo xolasa akalar, o'sha legendarni trenddagi soliqlar, o'sha qisir soliqlar deydi. Akalar, xudo xolasa like bosib turing. Xudo xolasa bu videolarimiz sal kechroq tushadi. Bemalol 24 soat ish vaqti deydi. Xudo xolasa nima deydi? Shomda o'qib olib, xudo xolasa bemalol telefon qilasiz. Arzonchilar, o'sha arzonchi Azbek. Azamjon. Assalomu alaykum Azbek. Assalomu alaykum obunachilar. Alaysiz. Azamjon kecha chiqardik. Hop. Obunachilarimiz bir kishi oldi, ko'pchilik so'rashdi. Ko'pchilik telefon qilishdi. Xudo xolasa. Undan yirikroqlari va arzonlar. Arzonlardan. Nech partiya chiqadi Azbek bugunga? Bugunga 3-4 partiya bor. 3-4 partiya bor. Bor, ha. Like bosib, otangga rahmat deb tursa, xudo xolasa arzondan chiqadi. Bombalab tashasiz, energiya olamiz. Bo'ldi, gap akalar mana. Mashallah. Birinchi partiyamizga xudo xolasa akalar qisqa to'liqdan olaman deb yurgan akalarimizga like bosib, padilista qilib tashab qo'yasiz. Xudo xolasa nech bosh Azbek birinchi partiyaga? 5 dona. 5 dona. Ozgina, sozgina akalar xudo xolasa bitta obunachimizni qo'ydik deydi. Mana qarang, hamma suyaligidan olamiz degan akalarimizga xudo xolasa. Mashallah. Mana akalar asosan yeb ichishini so'ragan akalarimiz deydi. Nimaga ariq degan akalarimiz bu boladan ajragan. Yeb ichishi kambayinidan deydi. Mana qarang Azbek. Umuman muammo yo'q Azamjon. Garantiya. 10 kun Mana akalar mana qarang. Yeb ichishi o'ta sog'lamidan so'ragan akalar. Endi qarang buni yaltir deydi. Mana qarang qo'shlarini. Mashallah. Azbek nechtadan tuqqan sog'liqlar bular? Bular 3-4 tadan tuqqan. 3-4 tadan tuqqan. Yemga tayyor, xudo xolasa yemga asosan. Yemga tayyor. Azbek bo'ldi, narxi bo'ladi. Tamom dedi. Bo'la degani. Ha. Safargidan ancha kuchli bo'ladi. Hop. Badani hamma joyda-da. Hop. 2 million 600 ming so'mdan ketdi bular bir yerga. Hozir 2 million 700 ming shaharga ham sotdim dedingiz, nechtadi? 750 ming shaharga sotildi 12 ta. Bular arzon. Qanchadan? 2 million 600 dan bo'ldi. Yo, Azbek bugun bomba bo'lsa bo'lib qo'yg'asi. 250 ming Boladan qo'yamiz, qarang. 2,5 million so'mdan yetkazib olib beraman. Lekin o'tgan safar qo'ydim, mana katta bo'lar. Bo'ldi gap. 2 million 500 ming so'mdan. 2 million 500 ming so'mdan Tirs. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin akalar mana. Aytdim bitta yuringchi mana. Mashallah akalar 2 million 500 ming so'mdan telefon qiling, u yoqdan haligilarni qarang, ashaqda yeyotib. Xudo xolasa 24 soat bemalol aloqada xudo xolasa. Aziz polvon, bugun uxlamay qo'ysa ta'miz. Like bosishdan ayamay. Ayamay. Bo'ldi gap akalar. Ayamay like bostirning xudo xolasa arzon qulaylar. Siz to'liqda zo'rlar deydi. Mana. Mashallah. Shoshilavering akalar, bunaqasi noyoblar deydi. Asli olaman deganga ozgina xayr qiling. Telefon qilishsin bas. Telefon qilsa bo'ldi. Bo'ldi gap akalar. Telefon qiling, o'ylanmasdan xudo xolasa. Shunga. Uni qarang suyaklarini. Mashallah. Shoshilaverasizlar, tamom. Xudo xolasa shunga bemalol 24 soat telefon qiling, o'ylanmasdan. Yemasan biz keyingi partiyalar boshlaydi akalar, tamom. Hey, degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilaveradigan joyi deydi-yu. Azbek o'ta noyoblari va mashallah. Mashallah akalar. Uni qarang, shu zo'ridan bo'lsa olib boqamiz degan akalarimizga tashab qo'yadigan joyi. Uni qarang, o'zi to'laydigan 50 ta deydi, 50 ta variantidan mana akalar qo'ydi 50 tasi monundaqa bo'ladi. Mashallah, yeyishini qarang akalar. O'ta kambayin variantdan so'ragan akalarimizga xudo xolasa qo'ydi o'ta kattasidan so'ragan akalarimizga xudo xolasa.
Bitta odam oladi, ishonavering, maza qilib baqadan qo'y. O'ta noyob. O'ta noyob. Mashalloh, akalar, xudo xolasa. Bular Azak bular bo'g'ozmi qisirmi? 50 kilo, garantiya yo'q. Garantiya yo'q bo'g'ozligiga. 50-50. Ham garantiya yo'q. 50-50. Mashqo'y. Mashqo'y akalar, mana 50-50. Xohlang bitta borib qo'chqor qo'shing, xohlang bo'g'oz deb boqing deydi, xudo xolasa akalar. Nima deydi? Qo'shsa bo'ldi azamjon, sirazi qochadi. Qo'chqor qo'shsa, qisir bo'lsa qochadi. Qisir bo'lsa qochadi. Bo'g'oz bo'lsa qo'chqor oshmaydi. Mashalloh, mana qarang. Azbek, nechinchi qoringa tug'adi tug'sa ham? Mashalloh, mana qarang, to'shini qarang. Ikkinchisiga tug'adi. Hey jon, bu to'shni qarang, bu yoqqa chiqib ketgan variantdan so'ragan ekanlar. Chini oching bo'ldi, tamom. Realni bo'lsin. 4 mana akalar, endi o'tayotgan variant. O'sha narigini ham o'sha. Bugun realni bo'lsa, video bo'lsin, realni bo'lsin dedi. Mashalloh, mana qarang akalar. Xolasa. Ikkitishmi bu? 4 taga endi o'tayotgan variant ekan akalar. Ikkitishdan 4 taga o'tayotgan variant. Va xolasa. Ey, narxi tamom. Narxini o'zim. Ha. Bo'ladi ekan. To'rtdan kelib 11 million, 11,5 million kerak yo'q narsa. Hop. 10 million 200 ming so'mga ketdi. 10 millionga Azbek. Otangga rahmat deb like-ni bosib qo'ysa 10 million. Jon hisob bo'lsin akalar, 10 millionga ketdi. 5 million so'mdan bo'ladimi shunda 5 Azbek? milliondan. O katta, o Alla katta. olaman desa 5,5 millionga 4,5. Bo'ldi, gapi 5,5 ga akalar 4,5. Xudo xolasa, uni o'taka qarang. Yirik hut jonivor. Hut. Turishni qarang akalar. Mana. Uni qarang akalar, xudo xolasa. Buni oqishrog'i 4,5, narigisi 5,5. Ketdi. Dastlabkasi Azbek. dastlabki Toshkentga deb besplatno ana shunday aytib boradi. O'ylanmasdan. Baraka bo'lgan pulga Toshkentgacha ketdi. Undan yo kelishilgan holatda. Xudo xolasa Azbek kechroq tushadi. 24 soat uxlamasdan qo'y sotasiz bugun. Video chiqadi, undan uyqu yo'q, ishonadi. Bo'ldi, gap. Jon hisob bo'lsa akalar, shoshiling. Tirs like bosib turing, xudo xolasa. Yo'masan biz keyingi partiyalar tamom. Akalar, yo'masan biz keyingi partiyalarimizga o'sha mo'jizali variantlardan so'ragan akalarimizga. O'sha qarang, mashalloh. Azbek polvon. Zamjon. O. Endi bitta odamga sotuvdik. Hop, o'tgan safar chiqdi bu. O'tgan safar chiqqan qo'y. Hop. Endi u odam oldim degandan keyin men odamni o'ziga ishonaman. Sotilgandan keyin Hop. bu sotilmaydi qo'y. Hop. Masalan, sizga sotdim degan narsani birovga sotib yuboribman. To'g'ri gap. $1100 baraka bo'lgan. $1100 baraka bo'ladi. $1100 yo'q. Hop. Ishoning. U odam telefonda alik qilib o'chirib olib o'yin qildi. Men O'yin qildi. $1100 qo'ymayman. Hop. O'ta arzon qo'yaman. Ancha qo'yamiz. Bo'pti, hop. Birinchi pulidan boshlaylik. Jichcha ko'rishsin keyin. Bo'ldi gap. Mana akalar, haqiqatan bugun bor shu $1100 ga sotilgan qo'y o'sha odam ko'rsin deyaptilar. Azbek aytdilarki, o'sha odamni sotgan narxdan ham arzon qo'yaman deyaptilar. Xudo xolasa akalar o'sha gap. Qo'ydi 3 vaziyatni zo'rini olamiz degan akalarimizga xudo xolasa tashlab qo'yamiz. Uchovlarni ham akalar taniq baqqan, xudo xolasa. Bolalar nima deydi buni? Bolalar mashinasi qo'chqor, ikkita sovliq. Bitta qo'chqor, 2 dona sovliq. Ko'paysin o'sha zotga baqaman degan akalarimizga xudo xolasa tashlab qo'yamiz. Ho. Masalan, inasi keyingiga shu tug'ib bersa, hop. bolalar ham xudo berib 3 ta tug'ib beradimiz, qo'ydi yag'dirib yuboradi. O yag'ib ketadi, baraka olib ketadi ba. 100 tug'ib ketadi ishani. Narxi, bo'ladi degan, ha. $1000 qo'ysam 12 million 800 ming bo'ladi. Hop. Qarang. 12,5 million so'mga beraman, undan kamay berayman ammo. Olishsin, maza qilib boqishsin. Aynan o'sha odam telefon qilsa sotmaysiz endi. O'sha odam telefon sotilmaydi qo'y. Joni hisob bo'lsin akalar, xudo xolasa mana 12,5 millionga ketdi. Ey, shoshiling dedim, o'ng qarang. Tirs like deb bosib qo'y. Bu qo'ydi ishoning. Egazay bo'lsa ham Hop. 12,5 millionga bermaydi. Hop. Lekin men 12,5 million 3 tarafdan 2 tarafdan ham arzon. Bo'ldi, gap akalar, xudo xolasa o'sha gap. Bemalol telefon qiling, xudo xolasa. Labzi bor odam telefon qilsin deyapti. Xudo xolasa o'sha gap. Bir kishi telefon qilgandan keyin sotilgandan keyin qaytib odamga sotmaydi. Ko'pchilik telefon qilishyapti, to'g'ri mash qo'yga. Ko'pchilik telefon qilib so'radi buni. O'sha odamga aynan xudo xolasa, ashton yurishsinmi bo'ldi. Ana shu odamga baraka bo'lgandan keyin akalar sotmaydilar. O'zi bor odam telefon qilsa, xudo xolasa, chiroyli qilib dastlabkasi bilan yetkazib berasiz. Dastlabki qayergacha? Dastlabki Toshkentga ketaverasiz. Xotirjam, bemalol. holatda Dubai viloyati. Samarqand, Buxoro, Nukus degan dastlabki qilib berasiz, kelishilgan holda. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, xudo xolasa o'sha gap, shoshiling qo'ydi. Toza 3 o'zagini olamiz degan akalarimizga padilista qilib like deb bosishadi. O'sha gap. 24 soat bemalol aloqada Aziz polvon. Telefon qilsang, ish bitadi. Tamom. Mashalloh, akalarim, uni qarang. Zo'ridan bormi, Zamjon degan akalarimizga mana akalar o'sha zo'rini tavsiya qiladigan joyim, u qarang. Mashalloh, o'ta noyobidan so'ragan akalarimizga xudo xolasa tashab ko'rasizlar akalar. Zamjon bo'ylari ham 85 plus minusga ketaveradi. O'sha 2 dona bo'lsin, zo'ridan bo'lsin degan akalarimizga xudo xolasa haqiqatan taniq variantdan. Azbek o'ta gigantidan. O'ta gigantidan. Mashalloh. Akalar, mana qarang.
Shu gigantidan olamiz degan akalarimiz xudo xolisa tashlab qo'ysin. Azizbek bo'g'ozmi qisirmi bular? Bular 50 kelik bu ham. Bu ham 50 kelik akalar mana. Shu 50 kelik xudo qilgan joy. O'sha gap like-ni bosib gruppalarga tarqatib qo'ying siz tufayli. Kimdir qo'yli bo'lib qoladi. Yoshini aytib ketaylik, 3 ta 8 taga chiqazyapti. Hop. Lekin puli arzon. Pul arzon. Ishonaman. Mashalloh akalar, pul arzonidan izlagan akalarimizga xudo xolisa tashlab qo'yasizlar. Buni qarang akalar. O'yazi polvon, bo'ldi narxi, tamom. Narximi? Ha. 47 dan bo'ldi ketdi. 5 million ustida qo'y, 47 dan bo'ldi ketdi. Yo, Azizbek bugun bomba bo'lish kerak. Arzon chiqar, 46 dan bo'ldi ketdi. 100 ming o'zi arzon bo'lib qolaveradimi? Azizbek 200 mingdan bo'lsa arzon bo'ladi. 4,5 dan. Ha, bo'ldi. Voy azamjon, 4,5 ham yo'q. 2 o'n oldim deysin, 4,5 dan o'tib beraman. Hozir xayriga. Joningiz sog' bo'lsa akalar, telefon qiling xudo xolisa, chiroyli qilib o'tib berasiz Azizbek aka. Telefon qilsa ish bitadi azamjon. 24 soat telefon qilish olsin. Joningiz sog' bo'lsa akalar, shoshiling. Bugunga shular. Bugunga shular azamjon. Bo'ldi, gap akalar, bugunga shular. Kelyapti yana bundan. Prosta videomizga endi ozna bo'lsa ham chiqardi. Bo'ldi, gap akalar, shoshilavering. Bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videoni hamma oxirigacha ko'rgan hammaga rahmat. Tamom.